Assalomu alaykum, hurmatli xalq bilsin kanalına obunachilari, sog'misizlar, omonmisizlar? Aziz yurtdoshlar, bugungi video obzorimiz, ya'ni Cezar номер 1 Cezar natojli patolog, foto oboy. Shura aziz yurtdoshlar, ishchi kerak ekan, ishchi kuchi kerak ekan. Xudo xolasa, ekranda nomerlarni qoldirib o'tib ketamiz. Batafsil ma'lumotini ichida ukamizni o'zi chiroyli tushuntirib beradi. Bu yerning adresini keladigan bo'lsak, orientirimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani, To'rtko'l shahrida. Yani bu taraftan görüntülerinizdeki Vishki bor. Vishkidan doğru gelasizlar, Rasmasadan doğru gelip durup çap kolunuzda natojli patolog. Bu tarafımız esa O'zbekiston Qalg'oz, yani 380 trassadan doğru gelsengizlar, yani 10 taraflaringizda. Xudo xolasa kanalimizda yangi bo'lsanizlar obuna bo'lib qo'shilib turmanglar, kirgandan chiroylisindan like bosib qo'yishni unutmanglar. Bizani yani xalq bilsin deya Instagram kanalimizdan bor, shunga obuna bo'lib qo'shishni unutmanglar. Xudo xolasa girdik kelasa giramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Hollaringiz yaxshimi? Aha, ishchi kuchi kerak. Ya'ni shunday bir reklama e'lon qilib turgan, xudo xolasa shuni xalq bilsin YouTube kanalida chiqaracakmiz. Biza neredamiz hozir? Cezar natojli patolog ofisindasizlar. Xo'p. Xudo xolasa, ishchi kuchi kerak deb aytdik, to'g'ri, batafsil ma'lumotni men berib o'taman sizlarga. Birinchi o'rinda bizlarga kamerasi kerak bo'ladi. Toza dizaynlarni, toza modellarni, ishimizni sifatini ko'rsatib beradigan 2 dona mobil grafikalarimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi o'rinda esa 2 brigada ustanovщик. Har brigadada 2 dona ustanovщикdan bo'ladi odatda. Shuningdan bizlarga 2 dona ustanovщик kerak bo'ladi. Undan keyin ofisda o'tirib, ofisning ishlarini ishidan, kompyuterni yaxshi tushunadigan bir dona yigitimiz kerak bo'ladi. 2 dona natojli patologimizda, seximizda, stanokanda ishidan, natojli patolog chiqaradigan yerda ishidan 2 dona o'g'il yigitlarimiz kerak bo'ladi. Shartlari, takliflari bor. Xo'p, misol uchun oylikmi yo bo'lmasa nali bo'lammi deb ham so'rab qo'yishlari mumkin. Ob'yommi yoki bo'lmasa oylikmi? Oylik o'zlariga yarashalarmi? Oylik ma'lum bir miqdorda bo'ladi, keyin ustidan plus ob'yom ham beriladi. Ha, ob'yom bo'ladi. Ha, keyin ma'lumotlar orqali, pastda turgan telefonlar orqali yarashib olaveradilar ular. Ha, o'zlari bilan, ya'ni telefonda suhbatlashib, to'g'ri emasmi? Taklif ma'lumotlar bor. Pravasi bor, mashina va ishchilarimizga qo'shimcha oylik ham to'lanadi, ko'proq olib to'lanadi. Undan keyin ish bilmayman-ku desanglar, ishni ham o'rgatamiz o'zlarimiz. Ha, o'zlaringiz o'rgatasiz. O'zlarimiz o'rgatamiz. Endi shartlar. Ish vaqtini aytib o'tib ketsak, nechadan nechachalar? Azongi 8:30dan kechki 6:30. Ya, azongi soat 8:30dan kechki soat 6:30 ish vaqti. Kechki soat 6:30. Dam olish kunlari bormi? Dam olish kunlari bor, bozor kunlari. Faqatgina yakshanba kunlari, to'g'rimi? Ya'ni bozor kuni o'zlarimizni joylarida söylesak, bozor kuni. Aha. Shartlari bor endi. Shartlari ichmidon, chakmidon, yomon odatlardan yiroqda bo'lgan inson bo'lishi kerak. Eng muhimi mas'uliyatli, ishini yaxshi yondashadigan inson bo'lishi shart va zarur. Ha, ya'ni shu bir o'z vaqtida bo'lish kerak, xalqqa bir halollik xizmat qilish kerak. To'g'rimi? Birovni misol uchun uyina borib qarashligi mumkin. Boshqa ertangsilari gap so'z bo'lib qolmasligi uchun, to'g'ri? To'g'ri. Shartnoma ham qilib ishlaysizlarmi? Misol uchun, hozir klientlarga shartnoma qilib ham. Bo'ladi bu narsa. O'z aslida ishchiz, masalan, ishchiman degan ukalarimiz, og'alarimiz telefon etsalar, bizning raqamlarimizga batafsil hammasini tushuntiramiz. Shartnomalar hammasi bo'ladi takida. Keyin esa hozir natojli patologda nima yangilikda bo'lyapti? Natojli patologda hamma biladi, bizda 50% aksiya, sifatini qochirmasdan, sifatini o'zgartirmasdan biza hammasini cho'tkatib, halolatib 50% aksiyada ishlab berib turibmiz. O'zlarimiz YouTube kanalimizdan ko'rishlaringiz mumkin. Mijozlarimiz, klientlarimiz nechik mamnun bo'lib chiqib turganlarni. Aha, ya'ni Cezar natojli patolog deb chiqadi aksiyalar. Cezar natojli patolog deb chiqadi. Eng muhim yeri bizda bugun ish bor, ertaga yo'q emas, doimiy ish bo'ladi. Agarda sizlarga bu taklifga yoqqan bo'lsa, bemalol bizning pastdagi raqamlarga murojaat etishlaringiz mumkin. Aha. Xudo xolasa telefon beradilar. Xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingizni asrang. Salom.